Bu videodan keyin 90% jam haydaydigan okalarimizni sidenalarini almashtirib olsa kerak menimcha. Okalar, sizlar bilan hozir Malibu Premier sidenasi bilan BYD Han sidenasini bitta solishtirib ko'ramiz. Bu mashinamizda Malibu Premier sidenasi. Bunda ham Abduf, Abagrev hamma narsa bor. Lekin sidenamizning formasini ko'rasizlar, juda ustki, bo'yi ham juda past bo'ladi. Bokoviy poddeshka ham bo'lmaydi bunda. Bu yoqda BYD Han o'sha 2025 yil oxirida rosa trendga chiqqan sidenamizda. Bokoviy poddeshkasini bitta ko'ringlar buni. Shu o'tirganinglarda yelkalari bilan quchoqlab oladi. Malibuda unaqa narsalar yo'q. Podголовникlarni ham ko'rasizlar, o'tirganinglarda bemalol bosh qo'yib ketsanglar bo'ladi. Sidenamizda Abduf, Abagrev oldida hattoki tizzasiga mana shu kattagina qilib chiqarib qo'ygan o'zini zavodskiy atamankasini. Malibuda bunaqa narsalar yo'qlik. Massaj sistemalari ham ideal bo'lib ishlaydi. Mana shu Malibu mashinamizdan ham xudo xolisa inshaalloh sidenalarni yechib, mana shu yangi Master BYD Han sidenasini uстановка qilamiz. Hattoki Abagrev, Abduf knopkalarni o'zini zavodskiy shtatni joyidan ishlatib beramiz. Elektron sidenalar har xil turliklari bor bizda. Kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada o'zingizlarning mashinalar markasini yozib ketsanglar, okalar. Biz sizlarga narxlari bilan direktingizga jo'natib qo'yamiz.